Hammaga assalomu alaykum qizlar. U kuni apros qilganimga juda ham ko'p kishi menga kompliment qildi. Ozganimga, juda ham ko'p qizlar ozmoqchi, lekin ozib bilmayotgan ekan. Даже dietalar, trenirovkalar hech nima yordam bermayapti. Endi mana bu sizlarga chista maslahatim, hech qanaqa reklama или nimadir emas. O'zimdan o'tib 2 oy sinab, endi sizlarga tavsiya qilishim mumkin. Давайте birinchi mani semizligimni, nima sababdan semirganimni aniqlaymiz. Mani oddiy vesim 48, 50, 55 edi maksimum. Taniga men 65 kilo bo'ldim. Mani rostim man uchun bu juda ham ko'p. Qornimga berdi, yuzlarim shishgan, отекlar. Bu hammasi gormonlar tufayli bo'ldi, потому что men juda ham ko'p gormonlarni almashtirdim, nimadirlarni ko'p yedim, ichdim. Shu uchun plus men Buxoroga ko'chganim uchun havosi boshqa, ovqatlari boshqa. Bularning hammasi mana yida gormonlarni hammasini olib, men shuncha ves oldim 10 kiloda. Hozir men vesimni tekshirmabman, lekin po ощущениям mani отекларым ketgan. Qaranglar, har ertalab turgan paytim, даже agar topsam agar sizlarga rasmlarini tashlayman, отек, shishgan. Sizlar menga faqat aytardingizlar, что yig'ladingizmi, nima bo'ldi, siz qanaqadir не то aftingiz, слишком shishgan deyardingizlar. Вот, mana o'zimga ham sezilardi, bu stresslar, gormonlar hammasi menga juda ham yomon влиять qildi. Men решаться qildim, что pora, men ukol olishim kerak, потому что bunday men o'zimni sizlarga ko'rsatib ham, o'zimni shunday qabul qilgim kelmasdi. Ozgina hozir уже mana bu suyakchalarim ko'rinyapti, уже овал лица формировался, и плюс mani отекларым yo'q. Men o'zimni ekranga ko'rgan paytim o'zimdan xursandman, chunki реально men уже o'zimga kelyapman. В общем, endi sizlarga tavsiyam, sizlarning holatlaringiz manday bo'lsa, gormondan, ovqatdan birdaniga shishgan bo'lsalar, sizlar отекларingiz bo'lsa, или же qanaqadir nimadirlar tufayli, ovqat неправильное питание или faqat stressda bo'lsalar, sizlar, mani sizlarga tavsiyam, lekin все равно sizlar o'zlaringizni vrachlaringiz yoki kosmetologlaringiz или kimdirlaringiz bilan shu sohada o'zini ishini biladigan odamlar bilan, specialistlar bilan gapirib keyin qilishlaringizni iltimos qilaman, chunki bu ukol все равно bitta joylaringizga ta'siri bo'lsa, bitta joylaringizga yomon ta'sir qilishi mumkin. Shu uchun iltimos birinchi so'ranglar. Men qiladiganim bu Semavik Next. Вот. Semavik Next. 2 oydan beri почти qilyapman. Уже ikkinchi shpritsni oldim. YouTube'da Semavik Next qanday qo'llanishi desalaringizlar, polni sizlarga tutorial chiqadi. Qisqacha sizlarga aytib beraman. Birinchi kichkina doza bilan, mana bu yerda eng katta dozasi buni qisalaringizlar 1 milli chiqadi. Mana bu yerda eng katta dozasi. Вот, men yarmidan boshladim. Вот, yarmiga tochka qo'yib, ozgina qo'shdim, и в итоге hozir 1 milli uryapman. Shunday ochasizlar. Mana shunday kerakli dozani ochasizlar, ikolkasini almashtirasizlar. Mana bu shpritsni, mana uraydigan joyingizni birinchi bo'lib qornimdan boshladim. Kindigimdan 5 cm o'tib o'sha yerga urdim. Urganlaringizdan keyin buni полностью выдавить qilasizlar и ozgina 1-2 minut ushlab turasizlar. Tanada ikolkani ushlab turasizlar. Keyin olasizlar и все. Spirt, paxtacha, все. Bu oddiy holat. Вот. Где-то 1 oy men faqat qornimga urdim. Keyin hozir esa qo'limga oyoqlaringizga ham ursalaringizlar bo'ladi. Ozgina sizlarga Semavik Next qanday ishlashini sizlarga aytib o'tay. Birinchisidan bu sizni appetitingizni полностью bo'g'adi. То есть men qanaqadir gamburger, lavashlar, pizzalarni 1-2 kusokda tuyaman. Yuragim bejoy bo'lishni boshlaydi. Agar ovoshi, frukti nimadir bo'lsa, zo'r ketadi. Men vashcha zo'r yeyman, lekinda именно qanaqadir jирный narsalarni blok qiladi va bu narsani yeb bilmaysizlar. Ikkinchidan Semavik Next sizni мышечный massalaringizni yo'qotishdan boshlaydi. Как мне сказала, menga bu narsani kosmetologim Xonzoda tavsiya qildilar va именно aytgan gaplarida bo'lyapti. Semavik Next именно мышечный massani birinchi eritaygan, потому что shu uchun sizlarni tanalaringiz mana osiladi. Вот. Shuni ko'rgansizlar, ozgan va tanasi osilib qolgan. Menda bunchalik katta ves yo'q edi, чтобы osilib turishi uchun, lekin men уже ощущать qilyapman, что mana qo'llarim такой более такой обвислый, nimadir qorincham или oyog'im, nimalarim. Вот. Endi bundan keyin nima qilish kerak? Bundan keyin sport bilan shug'ullanish kerak, albatta. Agar sizlarda juda ham katta ves bo'lsa, sizlarga tavsiyam уже где-то 1 oylardan keyin сразу sport bilan заниматься qilishni boshlanglar, чтобы kojalaringiz, tkanlaringiz, мышечный massalaringiz qaytib kelsin va ozgina badanlaringiz ko'tarilsin. Menda bunaqa слишком katta ves yo'q edi, shu uchun menda unchalik ham bilinmaydi. Но все равно men уже skoro fitnessga boraman и bu narsalarni ko'taraman. Yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa,
обязательно yozinglar. И sizlarga ответ berishga harakat qilaman. Или же istoriyaga yana ответный video qilaman.